Mana buni qaranglar o'rtoqlar. 100% 0 gradusda yotar ekan, ochiq gap. Hammanglar so'rovdinglar shu paytgacha ham nimaga kreslolar to'liq yotmaydi, maza qilib dam ola olmaymiz deb. Mana sizlarga Miami modelimiz 0 gradusda shunday yotasizlar, uxlaysizlar, massaj olib, maza qilib. Endi albatta hozir buni to'liq obzorini qilib beraman, lekin prosta vizualini bitta ko'ringlar. Bu hozir sizlarga ключевой narsasini tushuntirdim. Endi ikkinchi eng asosiy funksiyasi bu masajning oyoq qismida. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ikkita detali juda ham alohida qilib bir noodatiy tarzda ishlangan. Nimaga? Bu oyoqni aylanma holatda, ya'ni sensor oyog'ingizga moslangan holatda individual tarzda masaj qiladi. Ochig'i bu narsani ko'rib men juda ham hayron qoldim. Hamda undan tashqari buni voice controller bor, ya'ni ovoz bilan boshqarsanglar bo'ladi.